Xitoyga yosh bolasi bilan yashagani kelgan ayol erkaklarga birinchi gapim. Agar uyda ovqat pishirmoqchi bo'lsalaringiz, bu yog'larni bittasidan ham olib yurmangizlar. Biz yeb bilmaymiz. Men даже yer yong'oqni yog'dan ham olib ko'rdim, yeb bilmadim, hidi chiqib ketdi. Ovqat pishirish uchun yog'ni Pindo'dan olaman. Rossiyani Aleyna hamma yog'lari bor, Slobada. Kartoshka, piyozdan umuman problema yo'q. Pomidor, bodring, tuxum hammasi bor. Hamma xarajat bor. Har kelganimizda o'zimiz bilan guruch olib kelamiz. Bu yerda guruchni yeb bilmadik. Meva-chevadanki umuman muammo yo'q. Tarvuz, qovun xohlagan mevalaringizni bepul почти darim olasizlar. Juda ham arzon. Polufabrikat umuman O'zbekistonda ham, Rossiyada ham yeb bilmayman. O'zimiz tayyorlaymiz. Pechenyelarni ham yeb bilmadim. Shampun, mampun, чистящие sredstvalarda umuman problema yo'q. Качество вообще super. Oddiy dunyo begimi kiyimlarini parashokda ezib qo'ysam, bir pasda top-toza bo'lib qoladi. Eng arzon parashog'i ham juda ham zo'r. Gigiyenicheskiy shampun, mampun hammasi вообще